Ko'pchilikni qiynagan savolga bugun javob bermoqchimiz. Mana Google Show tugadi o'rtoqlar. Hamma savol beryapti-da, oxiridagi Malibu 2 ni endi nima qilasizlar deb. O'zingizlarga olib qolasizlarmi? Voy, pulingiz ko'payib ketyapti-yu deyishuvdi. Xullas, biz bu shouni boshlashimizdan oldin maqsadimiz aniq bo'lgan. Bitta yaqinimiz qiynalib qolgan edi, yordam so'ragan edi. Berishga imkoniyatimiz yo'q edi. O'shaning uchun karta nomer qo'ygimiz kelmadi. Ehson so'ragimiz kelmadi. Kimdandir qarz olib bergimiz kelmadi. Shu ishni o'zimiz mehnat qilib, topib bergimiz keldi. O'shaning uchun Google Show o'ylab topuvdik va mana baraka bilan Malibu 2 gacha ko'tarilib ketdi. U odam o'zlarini videoda ko'rsatganlari kelmadi. Meni olib chiqmay qo'ya qolinglar deganlariga o'zlarini ham ko'rsata olmaymiz. Lekin bizani ko'ra olmaganlar, ko'ngillarni to'q qilinglar. Bu mashina sotiladi va puli shu yaqinimizni qarzlarini yopish uchun ishlatiladi. Xotirjam bo'ringlar. Malibuni sotib pulni kerakli joyga topshiramiz. Aslida bu qilgan mehnatimizga buni olib qolsak ham bo'lardi. O'zimiz yeb ichib yorib, bu pulga yashab olsa ham bo'lardi, qo'pol qilib aytganda. Chunki ozmuncha mehnat qilmadik. Salkam 20 kun oiladan uzoqda bo'ldik. Yeb ichib yorsa ham bo'lardi deb pulga, oka. Ozgina qoldi bir orada aytib yorishimga. Voy, u maqsadimiz bor bizani deyishimga ozgina qoldi. Mana bugunga nasib qilgan ekan. Shu qizuv bo'lsin deb ham o'z oxirini ataylabdan aytmadik. Qizig'i qolmasaydi agar o'rtasida biz aytib qo'yganimiz edi. Shu shou davomida qo'llab-quvvatlagan o'zimizni yaxshi ko'radigan addushi podpischilarga rahmat. To'g'ri. Biz bor deylar, yorvor deylar. Eng katta rahmat shu Gugurtda bir-biridan narsa almashgan akalarga, ukalarga kattakon rahmat. Hammaligingiz bilan juda ham yaqin bo'lib ketdik. Yana ham viloyatlar aro yaqinligimiz mustahkamlashib ketdi. Xudo xolasa, biz bu proyektni to'xtatmoqchi emasmiz. Bunaqa shoularni yana davom ettiramiz. Shou davom ettiringlar deb yozsanglar, biz xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. Tabriklayman. Tugagani bilan, oka.